Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana erta kundan ish faoliyatlarimiz boshlab oldi, xudo xolasa. Hop, ishxonamiz kelarasizlar. Ishxonamizdagi mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Hop, gelatina bor bizda. Bu qanaqa joylarga deyilsa, mana oshxonalarning oldiga va o'ylagan qo'ysa bo'ladi buni. O'ylagan shu katta terrasali joylarga qo'yiladi. Hop, ustida pergola bor. Pergola buni ham shu oshxonalarning tevasiga qo'ysa bo'ladi. Terrasalarga o'chilib yopiladigan joylarga qo'ysa bo'ladi. Garajlarga ham qo'ysa bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. O'zimiz chiroyli qilib bitkazib beramiz. Xo'p, ichkaridagi mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Hop, podagonlarimiz bor. Podagonlar 15 sm dan 60 sm gacha bo'ladi. Hop, bu yerda 7000 Engelberg termo mahsulotlarimiz bor. Ikkita deraza, ikkita chekkasi o'chilish bo'ladi. Xohlasani 3 ga bo'linib, o'rta yoki ikkita chekkasi o'chilishi mumkin. Hop, bu yerda 7000 Engelberg eshiklarimiz bor. Ochilishdan ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Shotlankali, 5 shotlanka qilib tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Hop, bu yerda 7000 Engelbergdan derazalarimiz bor. O'rtasi ochiladi. Ikkita chekka gulxoy bo'ladi. Bunda shunaqa bo'lgan. Zakazga qarab ikkita chekka ochilish qilib berishingiz mumkin. Bu yerda alyumin eshiklarimiz bor. Hop, bu alyumin eshiklarimizga yaxlit oyna qilsa ham bo'ladi, tagini dila qilib to'ssa ham bo'ladi. Hop, bu yerda 6000 triodan derazalarimiz bor. Hop, bu ikkita divayni ochilish bo'ladi. Divayni ochiladi. Hop, bu yerda prosta ochilish bo'ladi. Bunaqa mana setkalarimiz ham bor, masketli setka. Tashlab kirmasligi uchun. Xolasa kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaveringlar. O'zimiz chiroyli ishlarini bitkazib beramiz. Manzillarimizni tanishtirib o'tamiz, akalar. Hop, Yangi bozor. Yangi bozordan Promzona ko'tarilayotishda Cherry salon bor yoki Jetower salon. Hop, bag'i Promzonadan tusharish Oqsaroy. Oqsaroydan 200 metr tushganda biz ishxonamiz joylashgan. Xudo xolasa kelaverasizlar, akalar.